bir inson borki, ayoli bilan bitta yastig'da 35 yildan beri bosh qo'yib yashab kelishyapti. Lekin 35 yil davomida ayolini mana shu qo'lini uchini ham tekkizmagan bir insonni ko'rsataman. Yoshlar, sizlarga nasihat, hammamizga nasihat. Hoji aka, Assalomu alaykum. alayhissalom. Yoshi qari hamma oilali insonlar. Mana men o'zim turmush qurganiga 35 yil bo'lgan bo'lsa, mana ayolim ham hozir o'chib ketishdi. Maşallah. Uni oldida gapiraman, oldida ham orqasida gapiraman. Ayolimni hali bir marta sen deb urushmaganman, so'kmaganman. Nima uchun? Chunki u ham shunga loyiq inson, loyiq insonlarning bolasi. Mana shunda odam baxt. Men masalan nima uchun baxtlisiz desa, oddiy odamman mana. Bunday katta joyda ishlamayman. Men O'zbekistondagi yoki butun mana dunyodagi baxtli insonlarning eng birinchisi menman. Maşallah. Shunaqa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar-ku, sizlarning eng yaxshilaringiz oilasiga eng yaxshi muomala qilgan. Zero sizlarning eng yaxshilaringiz o'zimman degan.